Assalomu alaykum. Hurmatli va aziz qadrdonlarim, sog'misizlar, salomatmisizlar? Musofirda yurgan jigar go'shalarim, hammalaringiz yaxshimisizlar? Sog' salomatmisizlar? Bugungi kirib kelgan Ramazon oyining birinchi kuni hammalaringizga muborak bo'lsin. Allohim bugungi kunimizni xayrli, barakotli qilsin. Bir oy davomida tutadigan ro'zalarimiz, qiladigan toat ibodatlarimiz Alloh dargohiga qabul mag'fur aylasin ilohim. Amin. Azizlarim, mana bugun bizlar ham birinchi kun iftorda o'tiramiz. Dugonalar jam bo'lib o'tiramiz. Birga ishlagan maktabdagi o'qituvchilar, nafaqadagi ustozlar o'tiramiz. Assalomu alaykum. Hammalaringizga bayram muborak bo'lsin. Assalomu alaykum. Hammamizga ro'za Ramazon muborak bo'lsin. Zubayda opajonimni ishlariga omad bersin. Doim sog' salomat bo'lsinlar. Kishining davramizda o'rinlari juda katta. O'shani jonimiz bilan yaxshi ko'ramiz, hurmat qilamiz, opaxonimiz. Rahmat. Doim shunday xushchaqchaq bo'lib yursinlar. Rahmat. Uzoq bo'lsin. Sizlarni yaxshi. Hamma osmonimiz musaffo bo'lsin, yurtimiz tinch bo'lsin. Hammaga Ramazon oyi muborak bo'lsin. Rahmat. So'g'irvajon san iloyim baxt farzandlaringiz, oilangiz baxtiga sog' salomat yurishlikni Allohim har doim ham taqdir nasib aylasin. Dugonajonim Bo'ron va Navoiylik dugonajonim ham birga ishlagan hamkasbimiz. Assalomu alaykum. Hurmatli obunachilar. Barchalaringizga mohir Ramazon muborak bo'lsin. Hamma ana shunaqa Ramazon oylarini 110tasini ko'rsinlar. Ana dugonajonim Ashurova biz birga ishlaganmiz, ham tengmiz. Umrlari uzoq bo'lsin. Xo'jayinlar bilan qo'shaqar farzandlarini, baxti kamolini, yaxshi kunlarni ko'rib yursinlar. Obunachilar ko'paysin. Rahmat. Bo'rlaringizga shukr. Umrlari uzoq bo'lsin. Assalomu alaykum. Hurmatli obunachilar, hammalaringiz yaxshimisizlar? Ramazon oyi hammalaringizga muborak bo'lsin. Ramazon oyi hammamizga iloyim sog'likda, barakani, tinchlikda, mehr-oqibatda olib kirsin iloyim. Zubaydaxon eng yaqin dugonamiz. Sog' salomat bo'lsinlar. O'rtamizdagi mehr-oqibat ko'tarilmasin. Xudo hammamizga Allohim kuch-quvvat ato qilsin bu Ramazon oyida. Bungacha sog' salomat ko'rishni hammamizga nasib qilganmiz. Rahmat dugonajon, sizlar sog' bo'ling. Oilangiz baxtiga iloyim sog' salomat nabiralar atrofda har doim yayrab yurishlik Allohim taqdir nasib aylasin. Ozarbayjon sen bir ikki o'g'riz gapiring. Ana men kishini opajonim deyman. Bu kishi bizlarni maslahatgo'yimiz. Nima qiynalib qolsakmi, nima bo'lib qolsak, biz bu kishidan maslahatlarni olamiz. Ilohim ana domlo bilan qo'sha qarisinlar. Farzandlarni baxti, kamolini, huzurini, rohatlanib ko'rsinlar. Ilohim ahli oilalari bilan haj, umra safarlariga borish nasib ro'za aylasin. Allohimni mana shu ro'za Ramazonga yetkazganiga hamd sanolar aytamiz, shukronalar keltiramiz. Ilohim hammalaringizga ro'za Ramazon oyi muborak bo'lsin. Yanagi yilda yana ana shunday uchrashishlar nasib ro'za aylasin. Doimo hammalaringiz sog' salomat bo'linglar. Oilalaringizga tinchlik, xotirjamlik olib kelsin ilohim. Sog' bo'linglar. Rahmat, ko'mlaxon, rahmat. Ana dugonalar o'tiribmiz. Hozir endi iftorlik boshlanadi. Xudoga shukr, Allohga behisob hamd sanolar bo'lsin. Hammalaringizni yaxshi ko'raman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, azizlarim, qadrdonlarim.